yarashib keremet qarachi aydin janashib men sag'a çok debeyim chata barsin uyda salarsin odani alarsın. Assalomu alaykum barchaga azizlar, men Adham kanali admini Adham Mamazaliyev. Do'stlar, bugun biz mol go'shtidan shonka tayyorlaymiz. Hozir bir boshqa ko'rsatib o'tamiz. YouTube'da Adham kanalida to'liq videoni ko'rishingiz mumkin. Endi muzikali tanaffus e'lon qilamiz. Gul talasi jazga jarashib keremet qarachi ay gitarist kelchi janima basali janashib gul talasi jazga jarashib keremet qarachi ay gitarist kelchi janima basali janashib men sag'a çok debeyim jur bugun oylo jurutde boylo chata barsin uyda salarsin odani alarsın sen gitarist qalbay ardimdan ko'nglim alarsın chata barsin uyda salarsin odani alarsın sen gitarist qalbay ardimdan ko'nglim alarsın men sag'a çok debeyim jur bugun oylo jurutde boylo. Mana hurmatli obunachilar, shonkalarimiz. Mana go'shtni soldik. Shonka. Endi buni qozonga suv soldik, muzday suv. Endi buni bismillah deb muzday suvga gazga qo'yib, buni suvga solamiz endi. Yana qo'shib solamiz. Va suv to'ldiramiz. Buni endi 3 soat 4 soatlarga qaynatamiz. 3 soat 4 soatda xudo xolasa tayyor bo'ladi. Like'larni bosamiz, gumillatib xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin birgalikda ko'ramiz. Suvimizni to'ldirib oldik. Suv kamaygandan keyin hozir muzday suv solganmiz. Keyin issiq suv solamiz. Keyin suv kamaysa, yana to'ldirib qo'yamiz. 3 soatda xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana tushonkamiz tayyor bo'ldi. Endi hozir ta'mini ko'ramiz. Obunachilar, tushonkamiz tayyor bo'ldi. Hozir endi birgalikda ta'mini ko'ramiz. Mana bu yapib oldik. Mana shu tushonkamiz tayyor. Hozir endi ta'mini ko'ramiz. Mana tushonkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi mana ko'rganingizdek go'shtlarimni ezilib pishgan. Endi ta'mini ko'ramiz. Obunachilar, tushonkamiz tayyor bo'ldi. Endi ta'mini ko'ramiz. Like'lar bosamiz. Sochimga e'tibor beringizlar. O'zim oldim. Chunki bu yerda sartarosh qimmat, o'shaning uchun sochni o'zimiz olamiz. Endi ta'mini ko'ramiz.
Like'lar boshlaymiz. Yana bitta oilani chiqarganim juda ko'p yordam bo'ldi. Rahmat hammalarga. Umrlar uzoq bo'lsin. Xudo xolasa yana juda ham qiyin oila chiqaramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Telegramda o'zida sraz podesha qilyapti, juda ko'p yordam qilyapti. Shunqamiz ta'min ko'ramiz. Ma'qul. Gulab Pulang kemana? Anu pulang, like apa? Baru sedikit yang